Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Xotin mana kun bo'yi kira qilib 200 ming so'm topibman. Olib qo'y pulni. Voy adasi, atigina 200 ming so'm bunga nima beradi? Nima? Arzimaga? Bilasanmi shu pulni topish uchun men ko'chada qanaqa asabda nervni bo'lib yurishimmi? Yo'q, bilmayman, qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana bu janjal to'polon bilan o'tdi. Ha, ja qiynalibsiz. Bo'pti, baroqatsiz qora ochib ketdi. Ovqat qilmadim bugun. Nima yeymiz hozir bo'lmasa? Ma, 200 ming pulimiz bor-ku, pizza zakaz qilib yuboraman. Pizza? Uyda yolg'iz qolganlar bormi? Bo'pti, yaxshi borib kelinglar. Hoy bolam, biz to'ydan keygacha ko'chaga chiqmasa uyda o'tirgin, xo'pmi? Birov kelsa-chi eshikni ochma, gazdan qarzimiz bor a. Ha, bo'pti. Bunaqa payt 90% bo'ydoqlarning xayoliga faqat bitta narsa kelardi. Aniq shu diskmi? Hech qanaqa yozuv yo'q, shu bo'lsa kerak. Og'zini pasaytir. Hozir oldin qo'yilsin. Dara o'rtog'ini ham olib kelib oldingmi? Narsamiz qolib ketibdi, shunga qaytdik. Ha, mollarga ham qarab qo'y. Esingdan chiqmasin. Ha bo'ldi, endi aniq ketishdi. Voy, svet o'chdimi? Disk ichida qolib ketdi. Hozir yonib qolsa kerak. Qorinam ochqadi lekin. Hech kim yo'qligidan foydalanib, joyini eslab qolgan konfetlardan xohlagancha yeyishing. Bundan kompot yopamiz degan mevalarni tugatishing. Xolodilnikdagi xohlagan narsadan o'zingcha ovqat qilib ko'rishing mumkin. Bo'ldimi, yo qizdimi, tashaveraymi? Yo, to'xta, yana ozgina bor. Suv sep ko'raylik. Davay. Ha, men o'zi tuxumni yomon ko'rardim. Aytgancha svet yonmadimi ekan? Dadalar esa ko'pincha to'yga ketmagan bo'lib chiqardi, ha? Dadang uydamidi? Bilmadim. DVD borxonaga kirib ketdi-da. Ha? To'ydagilar qaytganda esa hamma narsani esdan chiqarib, oyimmi tugunda nima bor ekan deb qiziqib ko'rmagan bola, menimcha bo'lmasa kerak, a? Sardor DVDni qo'yganmiding? Ichida disk qolib ketibdi. Aytsang birga ko'rardik. Handalaga yangi konserti chiqibdi-yu. Ha? Adasi, bir narsani o'ylab qoldim. Shu kunlarda adajon rosa zerikib ketdilar. Mashina olib bersak, chalg'ib, maza qilib aylanib yurarmidilar? Voy, zo'r o'ylabsan. Nimaga shu meni hayolimga kelmadi? Bo'cha, kelinmas qizdi surishtirganman. Nasl nasabi tozaligi bilinib turadi. O'g'limni aytmaysanmi? Tarbiyaliligini o'zim tarbiya qilganman-da. Boringiz shukur bolalarim. Zo'r ekan-a? Yuran aka bilan gaplashinglar. Assalomu alaykum, avtosalonga xush kelibsiz. Aka, yaqinda Jizzaxga test drive qilib borib kelishdi-yu. Bizda hamma mashina Jizzaxga borib keldi. Yo'q, ana gibridi bor edi, sedan. Ariza 8 aytyapsizmi? Ha, o'shanda. Bor bizda. O'shanda sotmoqchi edik, aka. Yuring, rasmiylashtiramiz hujjatlarni. Yur jonim. Ada, Akiyo bo'la. keldingizmi? Adajon, tabriklayman. Cherry Arizo 8 gibrid sizga. Rahmat, Tezdan bolam. shamollar o'tib tursin. Boriligiga shukur. Tabriklayman, Adajon. Hozir 1 minut. Alo, Quda. Rahmat sizga. Yaxshi o'g'il tarbiya qilgansiz. Menga kuyovim bilan qizim hozir yangi mashina sovg'a qilishdi. O'g'lim yo'q deb xafa bo'lmasa ham bo'lar ekan. Rahmat sizga. Ha, bo'pti. Ma, o'g'lim borligidan xafa bo'lib ketsamman. Tarbiya qursin. Shunaqa tarbiya. Kimdan tarbiya olgan? Menga kelin etmaysanmi? Zotmasligi yuzidan ma'lum suv. Yetkazsa, ikkalasini qayda Nodir, qizimni tug'ilgan kuni deyapman, Jo'rajon. 1 million qarz berib tur, tilim qisilmasin. Bu meni pulim emas, mashinamda arendasini puli hozir big'illatib borib berib kelishim kerak. Aytgan nasarim olib berasizmi jonim? Olib beraman. Peshonada borini ko'ramiz-da endi. Bo'pti, Nodir. Assalomu alaykum. Do'stim, puldan problema qilyapsanmi? Meni topganim, seni topganingmi? Qizingni oldida tiling qisilmasin. Kelin, baxtli bo'ylar. Men boshqalarga ham yordam berishim kerak. Ha, o'lay, nima kerak? 1 minutda qanaqa o'zgarib qoladi bular? Kunam isib ketdi. Bir bakal tuyani qo'qadigan joyi. Yo'q, ichmayman, Nodir. Mazgina kultuvasa qilib esli yaqinman men uni. Yo'q, qo'y. Qanaqa bo'lar ekan, ha? Rahmat. Dada,
sen qorayman yo'lda sigaret chekyapsanmi? Nodir chektirdi dada. Nodir? Alisher Navoiy deb qo'yib keyin joyda o'qiymiz. Assalomu alaykum do'stimning padari. Hozir do'stimga aytib turdim, bittadan savobli ishda bo'ynini ushlaylik deb. Nodirdan to'ykaman, bu nurli odam. Peshonasini qarang, yaltirab yotibdi. Sizga o'xshamadida Nodirjon, bitta og'ziga tupurib qo'ying. Qana bo'lar ekan? Tupuring. Niyat qilibsiz mayli. Nodir bekor dadam mashinasini haydab chiqdilar, ikkalamizda ham prava yo'q. Cho'chima gaziga bos, sen nima deyapsan? Qo'qqanda qanatsinsin. O, dadang trenddagi lazzat echar ekanmi? Bu tabiiy qovun-tami O'zbekistonda hamma joyda bor. Tarvuzda hamma suvni ichib ko'rgan. Endi qovunni ichib ko'rish kerak. Haqiqiy ta'mi keladi. Bugun maza qilamiz ekanda, bos. Ishqi tinchlik bo'lsin-da. Abdurahmonov qanaqa kelyapti ma'lum, to'xtat. Patpaltoniga ochilib, assalomu alaykum. Hujjatlaringiz mumkinmi? Nodir! Buni pravasiyam yo'q bo'lsa kerak, yaxshilab tekshiring. Haydovchi bilan gaplashaman, aralashmay turing. Men sizga yordam bergani keldim, ukamanda. Torting tirtiz qilib tashlang. Rost gapiryaptimi bu odam? Sizga ichib olgan odam qachon rost gapiradi? Buni balini tekshiring, 18 bal bo'lib yotibdi. Hey, Abdurahmonov, jarima maydoniga olib mashinani. Agar iloji bo'lsa o'rtog'imda 15 kelgan tiqvoring kamanda. Yaxshi ham shu hunarim bor. Hech qachon och qolmayman. Nima qilyapsiz? Ha, basharani tozalab bering dedingiz. Bu basharani qaynatish kerak. Qo'lingizni torting, qo'pol. Uka, mijozlarga qo'pollik qilyapsan, ishdan bo'shading. Pashale. Menga umuman vaqt ajratmaysiz. Qachon qarasa kompyuterxonada yurasiz. Bir haftada bir marta ko'rishamiz. Jonimga tegib ketdi. Seni jag'ing tinami? Jag qilaverasan. Botoks qilib qo'yaman lavingni. Namuncha qo'polsiz? Boring, yo'qoling. Ukalarim mashtaringizni tushirib beringlar, pullaringlarni beraman. Nima uchun qo'polsan? Ishlamayman sen bilan. Uka, sen chelevik pavukka o'xshab sakraysan hozir. Ishlar, mana ko'ringlar. Bitta sakra ber. Ey, yosh bolalar bilan nima qo'pol hosil qilyapsan? Ma'mur aka, bolalar bilan hazillashib o'ynayapsiz. O'z qayerga ketyapsiz? Ha, bu mashinaga yangi balon ko'rib kelay deb ketyapman-da. Ma'mur aka, mana barshinalardan ishlating, jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganday o'tib ketadi. Dadam ham bitta balon qo'ydirgan ekan, bir oyga qolmay lisiy bo'lib ketibdi. Barstab kelyapman meni. Ha, bo'pti, barsdan olaman bo'lmasa. Navbat aka, assalomu alaykum. Olmazdan bitta bering. Yo'q, tiqilib qo'ying. Navbat aka, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Unaymi? Nima qiling? Nima turing? Navbat aka o'pka chiqib ketdimi? Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Shoizman rosa yaxshi ko'r kelin qilganlar-da, nimaga? Oyim oxirgi payt mazalari qochyotdi. Oyimga doktor kerak edi. O'g'limga esa kelin, shu uchun doktor kelin tanladik-a? Sanida ikkitasi birdan. Zebo doktor yozib berdi, nima yozilgan? 4 ta shpris, 3 ta dimidrol, 2 ta trimol. Tur soni qani bu yerda? Gazli suv mumkin emas. Shirinlik mumkin emas. Shu doktor xotiring kelmasdan avval hamma narsa mumkin edi. Menga hech narsa yedirmayapti, qurib ketsin. Qo'shni keliningiz doktor ekan, menga ukol qilib qo'ysinlar. Umuman davleniyalarni o'lchab bersinlar. Keliningiz bitta kapelnista qilib qo'ysinlar. Tinchlikmi onam? Xotining qo'rqitib qo'ydi. Ko'p yursam varikoz bo'lar ekanman, o'tirsam gemoroy bo'lar ekanman. Shunga osilib turibman, hech qanaqa zarar yo'q, qalay. Qo'lingiz og'rimayaptimi? Og'riyapti. Tushunda. Qo'shni, keliningiz doktor ekanlar, o'g'limni sunnat qildirmoqchi edik. Kelin, mana bu ozdira degan choyni menga damlab bering. Ozdira degan choy, oyijon bunaqa shubhali choylar ichgandan ko'ra doktor nazoratida olish kerak. Hozir zamonaviy tibbiyot bor-ku. Yiring oyijon, konsultatsiyaga bolnitsaga boramiz. O'zi shu bolnitsaga bormaslik uchun sizni kelin qilgandik-da. Ha, yuring oyijon, borib bilib kelaylik nima ekan. Nima ekan? Ortiqcha vazn endi to'g'ri ozamiz shifokor va Semavik Next bilan. Ana oyijon, endi ortiqcha ovqatlar shirinlikni yeb qo'ymaysiz. Ishtahingiz preparat nazoratida bo'ladi, ozasiz. Kakras ana qo'shni ozaman deb yuruvdi. O'shanga tavsiya qilaman. Yo'q, oldin doktor bilan maslahatlashib, keyin davolanishni boshlash kerak. Kelin, shu yelkalarim uyushib qoldi-da. Yaxshilab massaj qilish kerak-da, oyijon, lekin men qilishni bilmayman. Ha, mayli, Shokirjon bolam, sanam uylanaman deb yuruvding-a? Tanish yenga ovsining. Voy, o'sinjon, sirvamasini ish qilar. Professional massajchiman. Buni hamma narsani davolatnomalarda. Bo'ldim senga jonim devona.